1-apreldan boshlab katta jarimaga tushishni xohlamasangiz, ushbu videoni diqqat bilan boshdan oxirigacha ko'ring. O'zingiz uchun manfaatli bo'ladi va jarimaga tushib yurmaysiz. Oziq-ovqat yo'nalishida tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan do'stlaringizga ham yuborib qo'ying. Xabaringiz bor, ertadan Xudo xolasa 1-apreldan boshlab naqdsiz to'lovlar asosida savdoni amalga oshirasiz. Bular qaysi mahsulotlar? Tamaki mahsulotlar, alkogol mahsulotlar va gaz, benzin zapravkalari naqdsiz to'lov asosida bo'ladi. Va undan tashqari, chek bergan taqdiringizda ham siz jarimaga tortilishingiz mumkin. Qachonki siz jarima tortilasiz, mana shu tamaki mahsulotni siz shtrix kodini urib, siz sotsangiz, aniq sizga jarima bo'ladi. Buni siz sotishda yo'li bor. Markirovkasini skaner qilgan holatdagina siz sotsangizgina jarimaga tortilmaysiz va naqd pulda sotib qo'ysangiz ham jarimaga tortilasiz. Chunki boshqa oziq-ovqatlarda 25 million so'mgacha naqdga sota olasiz. Markirovkani qanaqa qilib urib sotamiz degan savol bo'lib qolishi mumkin. Men sizga Yespos korxonasini tavsiya qilaman. Yespos korxonasiga telefon qilib, ular bilan bog'lanib shartnoma qilsangiz, mana shunaqa ilova o'rnatib berishadi. Notebookingiz bo'lsa, notebookingizga o'rnatib beradi. Kassa apparat va skaner bo'ladi. Mana shu skaner mana qo'limdagi tamaki mahsulot markirovkasini mana urasiz, tayyor mahsulot chiqadi. Ana o'shandagina siz kirim qilgan mahsulotingizni chiqim qilib sota olasiz. Shunga ogoh bo'linglar. 1-apreldan boshlab tekshiruv juda ham qattiq bo'ladi. Qonun doirasi bo'yicha faoliyatingizni amalga oshiring, ortiqcha soliq to'lab yurmang, jarimaga tushib yurmang.